Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arabik Taysir boshlang'ich arab tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun boshlagan darsimizdan 3-chi dars. Kitobimiz Arabik Taysir kitobi. Ad-darsu thalith. 3-chi dars. Al-kalimat lug'atlar bilan tanishib chiqamiz har galgidek. Huwa u degan ma'noni bildiradi. O'g'il bolaga. Biz o'tgan darsimizda ham gapirgan edik, arab tilida jinsga alohida e'tibor beriladi. O'g'il bola jinsidagi so'zlarga alohida, qiz bola jinsidagi so'zlarga alohida yondashuv bor. Misol uchun anta sen degan ma'noni bildirsa, o'g'il bola uchun anti sen degan ma'noni bildiradi, qiz bola uchun. Xuddi shunday biz u deganimizda ham huwa so'zidan foydalanamiz o'g'il bola uchun. Hiya so'zi esa muannas shaklga, ya'ni qiz bola shaklga ishlatiladi. Bu narsa ingliz tilida kuzatiladi. He ingliz tilida o'g'il bolalar uchun ishlatiladi, she esa qiz bolalar uchun ishlatilgani kabi. Xuddi shu narsa. Va yana bir narsa ko'rsatish olmoshlarida. Biz ko'p marta takrorlaymiz o'quvchilarimizga jinsni bilish nima uchun kerak? Jinsni nima uchun yaxshi bilishim kerak deyilsa, aytiladiki, hech bo'lmaganda ko'rsatish olmoshini to'g'ri qo'yishingiz uchun. Misol uchun arab tilida hada degani bu degan ma'noni bildiradi. Hazihi esa bu ham bu degani. Faqat bu o'g'il bolalar uchun, hazihi esa qiz bolalar uchun. Kitabun so'zini ma'nosi kitob va uni jinsi o'g'il bola jinsida muzakkar. Uni siz bu kitob deyishingiz uchun hava kitabun deyishingiz kerak. Agarki hazihi kitabun deb qo'yadigan bo'lsangiz, kitobga xuddi qo'pol muomalada bo'lgandek bo'lasiz. Ya'ni qiz o'g'il bola jinsidagi so'zga qiz bola e, muomalada bo'lgandek bo'lasiz. Xuddi bir bolani oldiga borib ko'p hazillashishadi-yu, sen kimni qizisan deyiladi-yu. Xuddi shunga o'xshagan. Bir kuni bittasiga shunaqa desa, aytayap turgan odamni o'ziga savol qaytayapti. Siz kimni xotinisiz deb qo'yadi erkak kishiga. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Demak, o'g'il bolalarga o'g'il muomala qilish kerak, qiz bolalarga qiz bola. Haza bu o'g'il bolalar uchun, hazihi bu qiz bola uchun degan ma'noda ketadi. Xo'p, axun aka degani, uxtun opa, abun ota, ummun ona, usratun oila, ailatun degan ma'nosi ham bor. Oilani ailatun ham, usratun ham ikkalasi ham ishlatilaveradi. Biroz ma'noda farq bor. Ailatun bo'lsa bobo, buvilar birga yashaydigan oila bo'ladi. Usratun bo'lsa kichkinaroq ota-ona bolalarning o'zi bo'ladi. Sodiqun do'st degani kitabun kitob degan ma'noni bildiradi. Haqibatun sumka degani sumka o'zimizni popka. Qalamun ruchka qalam ma'nosida. Daftarun daftar fi bir narsani ichida. Ingliz tilida bu narsa inga to'g'ri keladi. Fi arab tilida. Misriyun misrlik, hindiyun hindistonlik. Ismuhu uning ismi. Biz o'tgan darsimizda gaplashgandik. Ismuka sening isming o'g'il bolaga, ismuki sening isming qiz bolaga va endi qo'shilyapti ismuhu uning ismi. Ismuha qiz bolaga uning ismi ha olmoshi qo'shilyapti. Ha birikma olmoshi qo'shilyapti. Aydon ham degan ma'noni bildiradi. Rus tilida to'je deb qo'yamiz, xuddi shunaqa. Muzakkar o'g'il bola, muannas qiz bola degan ma'noni bildiradi. Mana bu yerda jumlalar berilgan. Har darsda aytib o'tyapmiz, bu jumlalarni yodlashga harakat qiling. Chunki bu jumlalarni yodlab ketadigan bo'lsangiz, bu sizni og'zaki nutqingizni rivojlantirishdagi eng katta qadamlaringizdan bo'ladi o'zingiz uchun. Mana shunday tarzda ketamiz. Xo'p, endi bu 3-darsimizni qoidalar qismini davom ettiramiz. Al-qovaid, qoida, ya'ni birinchi qoidamiz demak. Huwa misriyun. Huwa min Misr. Huwa min Misr degani huwa u degan ma'noni bildiradi. Min dan degani Misr, Misr davlati. U Misrdandir. U Misrlikdir. Va buni teng bunga ma'nodosh huwa misriyun. Mana bu so'zlarimizga davlatlarga iyun qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, u lik ma'nosini beradi. Lik. Misol uchun Misr davlati. Misr davlati nomi. Endi iyun qo'shsak misroni o'chiramizda misriyun bo'ladigan bo'lsa, bu misrlikka aylanib qoladi. Xuddi O'zbekistonlik deymiz-ku. Atoqli otdan turdosh otga aylanadi ona tilimizda aytganda. Hiya min Misr, hiya misriyatun. Mana tamarbuta bilan buni qiz bola ekanligini, hiya ekanligini anglatib qo'yyapmiz. Huwa minal Hind, u Hindistondan. Huwa hindiyun, al tushib ketyapti va bu un bilan tugayapti. Al bor joyda un bo'lmaydi, tanvin bo'lmaydi.
tanvin bor joyda al bo'lmaydi. Bu qoida. Hiya minal Hind. Hiya u qiz Hindistondan. Hiya hindiyatun u hindistonlikdir degan ma'noda. Qolgan davlatlarda ham mana Turkiya turkiyatun e, degan shaklda ishlatilaveradi. Ikkinchi demak grammatik qoidamiz birinchi yoki ikkinchi darsimizdagi qoidani davomi. Ismi mening ismim, buni gaplashganmiz. Ismuka o'g'il bolaga sening isming, ismuki qiz bolaga sening isming, ismuhu uning ismi o'g'il bola uchun. Ismuhu uning ismi. Ismuha qiz bola uchun uning ismi. Demak, huva so'zidan birikma olmoshi bo'lib hu chiqyapti. Buni eslab qolishimiz kerak. Ko'p joyda ishlatamiz. Hiyadan esa birikma olmoshi bo'lib ha chiqyapti. Ana mendan birikma olmoshi bo'lib demak yo harfi chiqyapti. Y. Anta sendan esa birikma olmoshi bo'lib ka chiqyapti. Antadan ka chiqyapti. Va bilib turganingizdek, antidan esa birikma olmoshi bo'lib ki chiqyapti. Antidan ki birikma olmoshi bo'lib chiqyapti. Mana shuni yodlab olishimiz kerak. Juda ham kerakli narsa, ko'p joyda ishlaydi. Mana bu yerda mana shu birikma olmoshlarni qo'llanilishi nuqtai nazaridan misollar. Kitabun so'zida. Kitabi mening kitobim, kitabuka sening kitobing, kitabuki sening kitobing qiz bola uchun. Kitabuhu uning kitobi, kitabuha uning kitobi qiz bolaga. Ingliz tilida your book deymiz. Sening kitobing. Qiz bolaga ham o'g'il bolaga ham bir xil ketaveradi. A, u shaxsiga, uchinchi shaxsga o'tganimizda esa his va herga o'tadi. Farqlanadi. His uning. His book uning kitobi, her book uning kitobi qiz bolaga. Xuddi shunday arab tilida farqlanadi sendan boshlab. Kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha. Haqibatun qiz bola jinsdagi, muannas jinsdagi so'zda ham xuddi shunaqa. Tamarbutamiz esa yozuvda oddiy t ga aylanib ketyapti. Mana bunday haqibati bo'lib. Ko'pchilik o'quvchilarimiz yozganlarida ham ko'rganmiz. Tamarbutani o'zini yozib turib, orqasidan y qo'yib qo'yadi. Bunaqa bo'lmaydi. Tamarbuta o'chib ketadi, oddiy t o'rniga keladi. Xo'p, haqibati mening so'mkam, haqibatuka sening so'mkang o'g'il bola uchun, haqibatuki sening so'mkang qiz bola uchun, haqibatuhu uning so'mkasi, haqibatuha uning so'mkasi qiz bolaga nisbatan ishlatilinadi. Va bu yerda ahun, uxtun so'zlari ham misollar keltirilyapti. Ya Muhammadu hal haza kitabuk? Ey Muhammad bu sening kitobingmi? Javob beryapti. Naam haza kitabi. Ha bu mening kitobim. Ya Fatimatu hal haza kitabuk? Kitabuki ya'ni oxiridagi harakat o'qilmagan taqdirda kitabuk deb to'xtaveramiz. Ey Fatima bu sening kitobingmi? Naam haza kitabi. O'g'il bola jinsdagi, qiz bola jinsdagi farqi yo'q. Ikkalasi ham meni kitobim deganda, ya'ni o'g'il bola ham qiz bola ham yeni ishlataveradi. Mana shunday tarzda bo'ladi. Va bu yerda haza kitabu Mahmud bu Mahmudning kitobi, haza kitabuhu bu uning kitobi degan shaklda hozirgi aytganimizdek Mahmuddan huwa chiqyapti. Mahmud o'zi u bo'lgani uchun huwa, huwa va huvadan birikma olmoshi bo'lib zamir deyiladi. Hu chiqyapti. Haza kitabu Mahmud bu Mahmudning kitobi. Haza kitabuhu bu uning kitobi. Undan maqsad kim? Undan maqsad albatta Mahmud bo'ladi. Haza kitabu Maryam bu Maryamning kitobi. Haza kitabuha Maryamdan tepada aytganimizdek hiya chiqadi. Hiya u va hiyadan ha chiqadi. Mana bu kitabuha uning kitobi deganimizdan maqsad Maryamning kitobi degan nazarda tutilyapti. Hazihi haqibatu Mahmud bu Mahmudning sumkasi. Hazihi haqibatuhu bu uning sumkasi degan ma'no kelib chiqadi. Mana bu yerda
Demak, mana shu qoidalarga oid yuqorida yodlagan so'zlarimizga oid matnlar bor. Bu matnlarni Telegram kanalimizda ulashib boramiz, ko'rishingiz mumkin. Va matnlarda o'zingizni sinab ko'ring, tarjima qilishga urinib ko'ring va matnlardan keyin esa mashqlar berilgan. Albatta, bu mashqlarimiz ham demak Telegram kanalimizda mavjud. YouTube'dan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimiz bor. Arab tili, arabik deb yozsangiz chiqadi. Telegramda kuzatib turgan bo'lsangiz, mana shunday davom eting. Mana shu tarzda bo'ladi. Mana bu yerda mashqlarni bajarib, o'zingiz uchun o'zingizni ustingizda yana ham ko'proq ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana bunday tarzda bo'lsa, mana bu yerda mana bitta matn ko'rib qo'yamiz birgalikda. Ismi Abdussalam. Mening ismim Abdussalam. Abdusalom deb qo'yamiz o'zimiz. Ana tolibun min O'zbekiston. Men O'zbekistonlik talabaman. Va hadha abi. Bu mening otam. Va huwa muhandisun. U muhandisdir. Va hadhihi ummi. Bu mening onam. Va hiya muallimatun. U o'qituvchidir. O'qituvchi ayoldir. وهذا أخي سليمان. بو مينين أكام سليمان. وهو طالب أيضا. أو حمتل بدر. وهذا معلمي. بو مينين أستاذم. اسمه محمود. ونين اسم محمود. وهو من العراق. أو عراق دان در. وهذا صديقي أحمد. بو مينين دوستم أحمد. وهو طبيب من السودان. أو سودان لك تل بدر. أو سودان لك طبيب در degan ma'noda ishlatilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'rganib, bilganlarimizga amal qilishni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.